Ha, qayerqa qo'riq shoshib ketyaptilar. Qochgan sababimiz u. Qaynanaga podarka olishim kerak, hech kimni yo'g'idan topishim kerak. Qayerdan topaman bilmayman borib. Bitta bor shunaqasi, qaynanang emas, qaynatenga ham yoqadigani bor. Bormi ketdi boraylik. Yo'l ko'rsataman. Odam deb ishonib keluvdim men. Nimaga olib kelding meni? Nima bu? Men suvniyroq boramizmi qaynanaga? Voy, sen nima olib deyman? Oldin buni ko'rsinlar, keyin pol ochsinlar. Ko'rsatsinlar unda. O'zining ichida siq cho'la qo'ygandoz mamalarni ham qo'shib berishar ekan. Bularga qo'shib mamalarni ham qo'shib berib yuborishar ekan. Ketki nima endi bu? O'zlarini osanlamaydi jon. Voy, galvas, menga qara, oyijoning somsano yopib charchaganlardan keyin anajoning bunda go'shtlarni steklanib pishirib oladi, choyxonaga olib borib. Yuradi-yu bu tandir, joyini o'zgartirib yurg'izadi-yu buni. Ko'rdi, bildi, eshitdi, nechta somsa, nechta non ketadi bu tandiringga. Buni ichiga 70 ta somsa, 10 ta nonni bemalol yopib olsanglar bo'ladi. Mana mama narsasini ko'ryapsanmi? Bu narsasini qo'shib qo'yganlar-yu. Ertaga tandirga padarga qilgandan keyin o'tini olib yurmaysiz. Gaz ishlatib olsa ham, o'tinni ishlatib olsa ham bo'ladi bu. O'tinni ishlatsa kuli ichiga to'lib yotar ekan-da, mana qo'qondozada olamizda. Mazgi, sen nima omelada boydan beri aytib turibman-ku. O'tinni qiladigan bo'lsalar, mana mustirab yog'i tushadi, olib bemalol to'ktash yursalar bo'ladi. Tandir pishgan tayyor bo'ladimi shunda? Tandir pishgan tayyor holatda o'ch yoqib ishlatishga bemalol ishlatib. Bo'ldi, bitta Yandex topamiz, taksida olib ketamiz. Mana deydi, mana o'ziniki turibdi, mana xalq rangi bor mana bu yoqda. Bemalol zakaz qilib, sizlar ham dastavka qildirsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha, butun dunyo bo'yicha dastavka. Ular Qo'qondalar-yu, qanaqa qilib chiqaveramiz? Oyjonga. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmati mavjud deb turibman, mana xavotir olmasinlar, mana bu yoqda mana sitfos. Sal bundoq qilganlar-yu, bu yoq, uxlayapsizlarmi deyman. Tursinlar. Mana men zarga o'rab sizlarga dastavka qilib chiqartirib beramiz. Tandir kerak bo'lsa, mana mana raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Narxni bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plyus belgisini qoldiringlar, sizlarga yozib beramiz. Yo'qdan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Mana bu dom uyg'onib ketdi.